masjid oldidan uy olishni kim xohlamaydi o'rtoqlar? Mirzo Ulug'bekda Shayx Ziyovuddin masjidi orqasida joylashgan, kirib yashashlik uchun tayyor zo'r xonadonimizni obzoriga kelganmiz. O'rtoqlar, uyimiz shundoqqina masjidni orqasida joylashgan 7 qavatli novostroyka binoni 5-etajida 3 xona 61 kvadrat metrga ega bo'lgan xonadon. Narxi ham shokolad akalar. Bu zal qismini ko'ryapsizlarmi, qanaqangi yorug', keng. Bitta planirovkani bilan tanishtirib o'tamiz. Bu esa bizni eshikdan, ya'ni xonaga kirishimiz, uyga, xonadonimizga o'zining shunaqangi shkoflari, yorug', keng, kattagina shkoflari qilib qo'yishgan ekan, o'zining interyeri uchun shunaqangi oynalari ham qo'yilgan ekan. Ro'parada esa umumiy sanuzel, ya'ni hojatxona, hammom, dushovka kabinkalari bilan o'zi to'liq kafil qilingan, ko'rib turganlaringdek. Buni yonida esa yotoqxona yokida yana bir bolalar yotoqxonasi qilib foydalansalar bo'ladi. Shundoqqina masjidga qaragan o'rtoqlar. Hozirda qorong'i bo'lganligi uchun uncha ko'rinmayapti. Yorug' tushganda shundoqqina ko'rinib turadi. Buni yonida esa o'rtoqlar kattagina keng zal, yorug'. Ko'ryapsizlarmi? Yorug'ligini, kengligini ko'ryapsizlarmi o'rtoqlar? Qanaqangi sifatli mebellardan foydalanilgan, sifatli materiallardan foydalanilgan. Bu tomonda yotoqxona, yana bitta kattalar uchun yotoqxona, ichida o'zini tashqiga qaragan oynalari ham bor. Bu yoqda opa-singillarimiz, kelinlarimiz uchun oshxona qismi, tashqariga qaragan balkonlari bilan mebel texnikalari qoldiriladi. Mebel texnikalaridan atigina televizor hamda bitta shkoflari bor, o'shani olib chiqib ketamiz. Xohlasa uni ham gaplashaveramiz deyapti. Har bir xonada konditsioner, shunaqangi uголок, yumshoq mebel, stiralka, mikrovolnovka, hamma mebel texnikalariga ega bo'lgan, kirib yashashlik uchun yoki investitsiya uchun tayyor xonadonimiz. O'rtoqlar, bunaqangi narx bu hududda menimcha topish qiyin bo'lsa kerak. Uydagilar bilan narxini nech pul dishganini eshitdinglar. 82.700 yana savdolashsa bo'ladigan joyi bor. Ozgina, ko'p emas. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Qo'ng'iroq qilinglar. Savdolashsalaring bo'ladi. Videoga like bosib, yaqinlaringga jo'natib qo'yishni unutmanglar.